voy opa shantaj demang. Bitta oilam buzilgani man shantaj bo'ladimi? Hozir gaplasha olmayman deganlarda ayol sizniki-ku, ayolingizni yig'ishtirib oling. Uchta bolam yetim bo'layotgani hammanglar shunaqa deyapsizlar. Men gaplashmayman endi. O'sha ishni qilgan odamlar qolib ketib, hozir menga bosim. Chunki hammasi shantaj qilman. Nima uchun? Mani bolalarim yetim bo'lsa-da, yoki Toshkent viloyat hokimligi xotin-qizlar masalalari bo'yicha Nilufar Normusaeva unaqa Toshkent viloyati hokimligi xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari. ijobiy hal qilindi deb yoforilgan. U iltimos sizlardan o'z faoliyatingizga jiddiyroq, e'tiborliroq bo'lishingizni so'ragan bo'lardim. ana yerda yurgan ayol shantajchi emas-da, hamma menga yopish kerakmi? O'sha xo'jayinim bilan ishqiy munosabatdan bo'lgan ayoldan ko'pchilik rahbariyat qo'rqadi. Gapirib bordi, men gaplashaman o'zim. Hech kim aralashmaydi. Mayli, eshitmasanglar men kerakli joygacha boraman. Men gaplashdim ki sen. Ichki ishlar vazirini nomini sotib, Bu O'zbekistondagi barcha ayollar isterika qiladigan shantajchi ayollarmi shunda sizningcha? bu hozirgi qilayotgan murojaatimni butun O'zbekiston ko'radi, butun ayollar ko'radi. Menga ham oson emas. Agar sizlar ishlaganingizda, sizlar faoliyatingizni ochiq, oydin, shaffof ayollarni muammosini hal qilish bilan shug'ullangan bo'lganingizda, hozir mana shu ayollar bizni oldimizga ko'mak so'rab kelmasdi. Bir hafta 10 kun ichida 6 marta ma'lum qilgan brizit qilgan. Nimaga hammasi qo'rqyapti-da? Mani oilam buzilib ketaverish kerak. Mani qo'limda asoslarim turibdi. Mani hech kim eshitayotgani yo'q. O'sha shahar ichki ishlar boshqarmasiga ham anaqa nima deydi, bosim o'tkazyapti-da, voy. Kelib Arizangizni olishmadi. yo'q, arizamni olishmadi. Undan keyin jami bo'lib, hozirgi kunda 5 ta yoki 6 ta ustundan 102 raqamga murojaat qilgan.